Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz ve muhterem, şundakla süyümlük Şarkı Türkistan halkı, qarindaşlarım, dünyanın her qaysı yerlerinde musafir ve muhacir bulup yaşayatkan Uygur qarindaşlarım. Hemmanlağa Allah'ın güzel salamları olsun. Bugün yeni bir qatim yüz görüştük ve bunu nisip kıygan Allah'a hamdülillah olsun. Körüvatqanınladek mevzumuz yeni tarihimizdeki tragediyalarının tekrarlanışı hakkında. Bu söhbetimiz qarallik bir qilib tushgandek qilgandi. Bugün oylamağa yedi 2024 yılının 1. günüge to'g'ri kelib qapti. Bu bir tabiiy to'g'ri kelib qilish. Bu münasebet bilan başka gapim yok ama şu söhbet mush kunga to'g'ri kelib qolganlikdan bunu qasdan ertaga o'zgartib yutishning hojati bo'lmadi. Bu men uchun o'xshashli bir kun. Mana shunday qilib bu yeni yüz görüşümüzde hammanlarni salomlagandan keyin gapimni boshlay. Zaman zaman tarix tekrarlanadi deyiladigan bir gap tekrarlanib turadi. Bu gapni tekrarlab turamiz. Bilganmi tekrarlaydi, bilmaganmi tekrarlaydi. Yani yüzünü hali bir narsa biladigandek ko'z havisiga kelib qolganligi buni tekrarlab qo'ydi. Bu Uyg'urlar bayqagan bir ishmi emas. Başka milletlerinin bilarmanlari o'tirib qo'ygan bir turaqliq ibora. Bir turaqliq iboraga aylandi bu yani. Tarix tekrarlandı degan so'z. Uyg'urlar mana shuni to'liq tekrarlaydigan bo'lib qoldik. Ba'zi qarindoshlarimiz bu iborani ijodiy yo'sinda ishlab nima debdi? Tekrarlandığını tarix emas. Xatolar tekrarlandı. O'xshash xato, o'xshash natija tug'dirdi degan tarzda o'tirib qo'yganmi bo'ldi. Meyli tarix tekrarlanıdı deyilsin, meyli başkaçı deyilsin. Ameliyat şu ki, hakikaten mi hatalar tekrarlandı? Kılmışımız okşaş olsa, netice mi okşaş oldu? Yani buğday tersak, bunun terilişi okşaş oldu, perviş okşaş oldu, uğruluş ceryanlar okşaş oldu. Neticede buğdaydan usul alımız. Buğday terip konaktan usulağını olmaydı. Xuddi shuningdek. O'tmishda beshimizga kelgan fojialar zaman takrorlanayotgan bo'lsa, bu zolimning o'xshash metod qo'llanganligidan emas. Balki o'zimizning haddi harakatlarimizning o'xshash takrorlanganligidandir. Bugungi bir muncha munofiqlarning sirlarini biladiganlar aramızda var. Xitay tecavüzçü hükümetinin mahfiyetlerini biladiganlar mı var? Ular düşmanның sırrını mekkem saklaydı ki onu aşkarlaştın ülgüde qo'yadi. Ama dostunun sırrı olsa onu tüküytü dottırga hiç kimge demanglar deb ming odamga deydi. Ama düşmanninkini demeydi. Bilaman deb uchun chiqarib qo'ydi da, ama desa yo'q vaqt emas. Hatta ba'zilar bexatarligimga mas'ul bo'la olamsan deydiganlar bor. Ör dünyada.
Bu addiyle bir hatalık mı şu? Yoki munofiqlik mı? Qo'rqinchoqlik mı? Yana masalan, bugun barliq kelgan kilomat o'z-o'zidan bo'ldimi? Bugun diaspora jamiyatimizda maydonga kelgan mush kilomat nim bo'lsa, mush hozirgi kilomat o'z-o'zidan bo'ldimi? Xitoyparastlar siyosiyga aralashmaydigan yoki o'z ishiga tomuzda qo'li to'ngadigan bichara kishilarimizni aldab, xalqaro siyosiy da'vo elib berishning bir qilib sifatida tajovuzchi hukumat nima deb atayotgan bo'lsa, ashundaq atamasa da'voning darhol bola tashlaydiganlik sapsatisi bilan kishilarni qaymoqtirib, bizning siyosiy da'vomizni 20 yilcha vaqt ichida 20 yıl qisqa bir vaqt. Xitoy qo'ygan ism bilan atiladigan Xitoyning ichki ishi saviyasiga tushirgan edi. Buni hammanglar bilasizlar. Bizning izchilligimiz tufayli keyingi 10 yilga yetmagan vaqt ichida, hatto keyingi 5 yil ichida deyli, davaning ismi qaytadan Sharq Turkiston bo'lyapti. Bu shunday hol oldiki, Xitoyparastlarmi Sharq Turkiston deyishga majbur bo'lyapti. Hatto avtonomiya talab qildiganlik haqida bir munch paketlarning bo'lishiga qaramay, xalqimizni ahmaq deb o'ylamdiqanda mustaqillikni og'izdan tushirmaydiganmi bo'ldi. Gerçi yozma hujjatlardagi ahvollar, nizomnomalardagi mazmunlar o'zgarmagan bo'lsa-mu, og'zini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Texi yaqindilar bayroq ko'tarmayli, Xitoylarni terrorist demayli deb nasihatchilik qilganlar, madaniyat qirg'inchiligini takrorlab ko'kirib ketganlarmi bir jumlabla mustaqillik jarchisi bo'lib ko'rinyapti. Bir muncha anqovlar yoki aslidagi tarafdorligini pardozlamoqchi bo'lganlar ularni mustaqilchilar ekan deb ishongan bo'lib olib, suyuqlantirishga has qo'shmoqda. Bu vaziyatni bir suyuqlikqa o'xshatsak, mush vaziyatni ko'k rang qo'shilgan suvning ko'kligi darhol diqqat tortayotganda boshqa suvlarga ko'k rang to'kib, qaysi rost, qaysi yolg'on ayrig'il olmaydigan bir vaziyat yaratish uchun elib berilgan suyuqlantirishga has qo'shayotganlarning har xil turlari mavjud. Bilib qilayotganlar albatta dushman ayg'oqchilari, munofiqlar. Bilmay qilayotganlar bo'lsa, aqlini ijaraga berayotgan bicharalardir. Men biladigan xali tuzuk odamlarning shu avtonomiyachilarga dumboqchilik qilishi meni bakma qiynaydi. Ularning siyosiy kimligida gumon yo'q odamlar turib, nima uchun xato bir sapni tanladi? Torlarga tashlangan shuncha ko'p dalil isbotlarni ko'rmay qoldimi? Yoki bularni boshqa turli tuzg'inlab oldimi? Bilgili olmaydi. Aslida intayin pasib midirlashlar bilan cheklanib qolgan siyosiy harakatlardagi jonlanishlarmi mana shu raqobatdan tug'ilgan yangi yuzilishdir. Ba'zilar koni Xitoyparast tashkilotlarning bugungi harakatlarini pesh qilib, bizga ish qilayotganning minnatini qilish orqali bu tashkilotlarga qaytadan nopuz qozondirish urinishida bo'lmoqda. Buningga sodda xalqimiz yanada ishonibmi qilayotgandek alomatlar bor. Biz shunday so'rashimiz mumkin. Nima uchun bunday jonliqlik, bunday qaynam tashqillik o'tgan 20 yilda bo'lmagan? Chunki u chaqda jiddiy ma'noda raqobatga duch kelmaganligi uchun qarallik namoyishlardan boshqa chaqda uxlasin bo'ladi. Inqilob o'ddiga elingan bo'lg'achqa ularning roliga o'qituvchi yo'q edi. Bizning mavjudligimizning hech bo'lmasa har xil inqilob monopollariga xuddi o'rin eshakka tayoq sanjigandek roli bo'lmoqda.
Ular özlerinin nazardan tushgan bugungi vaziyatini qutqizib olish uchun harakat qilishga majbur bo'lmoqda. Va bu kishilarning ko'zini bo'yash uchun qandaqdir unumlik harakatlarni qilayotgandek ko'rinishlarni bermoqda. Bularning hammasidami bizning rolimizning borligini raqobatga majbur qilib, ularni jon jahli bilan tirishmasa nazardimmi, qatodirmi tushish vaziyatiga qistab qo'yganligimizni unutmaslik kerak. Bugün siyasi davamız ming tasda to'g'ri relsga o'ltirgan vaqtda düşman ayg'oqchilari bo'ldiqig'ini yo'q, yengilg'iniga tambagini yo'q. Ular turlik vosita o'zgartib, doim usulini yengilab, yangi o'yinlar orqali xalqni qaymoqtirishga, to'g'ri relsga tushgan harakatimizni qaytadan kontrollik qilib, faoliyat qilishga urinmoqda. Bugün Şarkı Türkistan sürgün dökümeti kurulganının berisideki en canlıq, hareketçan halette buluvatqını, dava namının toğırlıqı, Xitaylarını aramsızlandırıvatqaçqa, buzgunçuluk hareketleri bir minutmu toxtab qalğanı yok. Yıllardan beri axtaranmagan bu hareketler, usul özgertipla yenili sənidi. Xalqçı, xalq deb atılayotgan zo'r ko'pchilik yana o'z ishiga tomuzliq qo'li to'ngadigan parvosizlik, munosabatsizlik ifodalayotgani kishini ansirtadi. Nima uchun siyosiy da'voni to'g'ri relsga o'ltirg'izgan, to'g'ri atoq bilan elib berishni umumlashtirgan surgun hukumatga yaqinlashgan o'nimaydi? Albatta dushman tashviqotining yomonligidan. Sürgünde hükümetlisi tötpütü üyrü kalıdığan şəxslər və təşkilatlar bugünmü az emas. Ulağı eğir kilovatqanı neyme? Eytip bir ələm da, menimçe deydiğen tüzügrek bir səbəbi yok. Hemmisinin tepivağan gibi allaqaçan mezici olup ketken qaysı hükümet, neçə hükümet türüdeki numussuz iddialardır. Bu qetimki qurultaydan keyin yana bundaq iddialarda buluşqa petinadiganlar chiqsa, hech ikkilanmay Xitoy g'alchisi desek lan bo'ladi. Chunki bu yil faqat bir yerda qurultay ochildi. Bir yerda hukumat saylim bo'ldi. Yana ba'zilar bo'lsa, hech numusmi qilmasdan hukumatlik iddaosidan voz kechib bo'ldi qilgan ko'ni azg'ullarni atay g'idiqlab, ularni tirildirib bir qancha hukumat bağlılığını rast qilishqimi urinib baxtı bu jarayonda. Ammo tutmadı. Bundaq numussuz urinishlarga aslida o'yg'oq bir xalq o'zi javob berishlari kerak edi. Lekin parvosizlik, shaxsiga taqashmaslam, kar olmaslik tutumlari tufaylidan dushmanning buzg'unchilik harakatlari uchun uyg'un muhit yaratib bermoqda. Shuni aniq deb qo'yayki, bu əblaqlarning qandaqdir Wang Kemper yoki Wang Shujilarning muddaosi amalga oshib, hukumatning chulviri faili majhul odamlarning qo'liga o'ssa, yana bir qatim tarixiy pushaymonning cho'ngi takrorlandi. Shunusini aytayinki, bu tashabbusni ko'tarib yurganlar, bularning yondoqlari, chapanchillarning hech biri o'tmishi pokiz odamlar emasligini men ko'p qatim eskartdim. Bularga bir-birlab diqqat qilsangizlar, bularning millatga bek kuyinib ketadigan turdagi odamlar emasligini bilishmi ancha tas emas. O'tmishida bu millat uchun qilib bergan biror qiyolmoqdek xizmati bo'lganmi emas. Bir munchalar yaqingacha berib kelib turgan bo'lsa, ba'zilari suxanchilik bilan tashkilotdan tashkilotga otlab, hammasida timsqilab baqqan mujmal shaxslar. O'yga xalq bularga "Üzden kimsen?" deb savol qo'ygan bo'ladi. Shunisi, hemish takrorlaganimdek, xalqimiz o'zining siyosiy taqdiri ustida o'yin o'ynayotganlarni his qilib turibmi qarshi inkas bildirishga o'rinliq qildigan parvosizlikda, mas'uliyatsizlikda yana bir qatim, yana necha qatim tarixni takrorlaydigandek qiladi. Pushaymonlarni takrorlaydigandek qiladi. Avrupa ədəbi uyg'unish davrining boshlamchi shoiri yoki ko'ni davrining oxirgi shoiri va yangi davrining tunji shoiri deb atalgan Dante shundoq debdikan:
dozaqning eng cho'nqur joylari buyuk ma'naviylikni sinaydigan minutlarda betaraf turib olgan odamlar uchun qoldirilgan. Qarindoshlarning buni cho'nqurroq hazm qilib beqishini so'rayman. Ba'zilar shaxsiyatini yanala milliy taqdirimizdan ustun qo'ymoqda. Xatolashgan taraf bo'lib qilishdan yoki haqoratlanayotganlarga sherik bo'lib qilishdan qochib betaraf turib olmoqda. Musulmonligimizdan dam urayotganimiz rost bo'lsa, Allohning rasuli, habibi bo'lgan zotmi haqoratlanmaganmidi? Ko'p chaqlarda haqni so'zlaganlarning hujumga uchraydiganligini unutmaylik. Bugun hammaylar tarafimizni aniq qilishga majburmiz. Yana nimani ayaysizlar? Sizlar ayayotgan shaxsiy inovatinglar millatning mavjudlik shart ostida ma'nosini topadi. Buningsiz u inovatning ma'nosi yo'q. Bu yil o'tgan yil oxiri saylam yilimiz bo'lish tufayli qapazdan chiqarilgan atalmış xalq saylamini eslanglar. Bu sepsetining eng baştaki tashabbuschisining kimligiga diqqat qilmadinglarmi? Qilchilik milliy g'ururi bo'lmagan bir xotinning millatga kuyinib ish qiladiganligiga qandaqmi ishondingmi? Boshqalarcha hukumatdan qo'g'lab chiqarilgan qo'g'landilar. Bularning ichida hatto Xitoy elchixonasiga qatnab turadigan tejamanlarmi bor? Sepsetlarga ishonishdan avval, ovoz qo'shishdan avval bu jaholatchilarning kimliklarini surishti qilibroq tarafdor bo'lishni o'rgansak, bir muncha xatoliklardan her zaman pushaymonni takrorlab turishdan saqlanib qolgan bo'lardik. Bugun bu saxta hukumatchilar jimiqqandek bo'ldi. Xalqqa vakillik qilib hukumatni qayta qurmoqchi bo'lishgan Wang Kemper, Wang Shujilar mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, yengillari endi Jan Kemper bo'lib chiqmay qolmaydi. Bu hal davomlashadi. Düşmanlikning to'xtab qolmaydiganligi aniq. Xalqning uyg'onayotgani rost bo'lsa, bu uyg'ongan xalq nada? Kimlarning haqisida? Har bir Sharq Turkistonlikda jiddiy ma'nodagi mas'uliyatchanlik bo'lishi kerak. Mas'uliyatsizlik, parvosizlik, munosabatsizlik xohishimiz tarixdan beri bizni ko'p yig'latdi. O'z taqdirimizga munosabatlik ishqa bu darajada parvosiz olmaydi. Siyosiy o'yinchilarning bizni yana ko'ldiriltishiga qarab turmaydi. Ko'zinglarni alachakman qilib yetadigan ba'zi ishlar raqobatning majburiyatidan ekanligini unutmanglar qarindoshlar. Hozirgi zamonda xalq ma'naviyatini yetaklashga bel bog'laganlar her zaman xalq royiga qarab ish tutadi. Bu ishning boshlanishi. Bu metod, bu qiliplashgan bir metod. Avval ishonch qozonish kerak. Anda söyleyiş kerak. Tegime ilgirlab, hiç işidan gumon qilmaydigan darajada cho'qinuvchi jamoaga ulashgandan keyin andın bu ishondirilgan jamoat xatoga boshlansa, nurg'un odamlar xatoni his qilolmaydigan bo'ladi. Men bunga jonliq bir misol beray. Buni Turkiyadagi qarindoshlar nihoyat obdan biladigan bir misol bu. İstanbul'da Mustafa İslam o'g'li degan kishi bor. Hala yashayotgan. Aqaba vaqfi degan yerda juma o'qiydi. Biz Turkiyadagi chog'da. Uning tafsiri haqiqatan bek ta'sirlik edi. U Qur'onni tarjima qilayotganligini, her haftasi tarjima qilingan bo'lakni shu haftaning juma kuni xutba qilib so'zlayotganligini degan edi. Onun əgəş küçülləri gündən günə avıb ketgəçkə vəqfki adam patmay qalatdı cümə gündə. Mustafa İslam oğlunun kitaplarını mı bək yaxtırıb, etibarlab ketkəndik. Bu 99-2002 yıllarıqıca Türkiye'de bolğan çağlarımızdaki ahval. Keyin tordu onun ismi Azam. Yani Allah'ın güzel isimlerini şerhiyligen nutuklarımı mes olduk.
Kündün künge köpeygen sağlıkla, sadıkla, ixlasmenler belgilik sanğı yetti belkim, közlengen sanğı yetti. Bu adam sünnetni inkar kılgıçılarının beşi bulup okşamagan yüzünü gösterdi. Hatta bir videoda o ayetlerden mi bazılarını inkar kıyğanlığını anladım. Ay yerildi degan ayetni inkar kıldı. Yana başka inkarlarım buluşu mümkün. Benim anlığım şu. Onun ägeş küçüllerinin zor köpçülüğü onun aksından ketdi. İdeologiya sahasındaki işlerinin yönülüşü, yürütülüşü. Bana şunda oldu qarindaşlar. Bu Ayşe Mustafa İslamoğlu'nun öz tunuşunun aşındaq tərəqqi qıyğanlığı emas. Dünyavi proje olan teostrategiyanın bir parçası ekanligini anqırıb alaydigan neçə adam bolğandı aş ägeş küçülərinin içinde. Qayta şekillendiriş jarayony mana şundaq bolady. Bunu estin çıqarmanglar qarindaşlar. Aval işenç qazanış qadamını besişik doğru keledi. Andın üzünü söydürüdü, çonqurlap çoqundurdu, andın çılvırınız onun quluğu ötken boludu. Xalığan tərəfki yeteklenisiz. Bugün işlerden ot çıqırıb etkenlerden, yeniden çıqıplı işleri jürüşkenler, iştevirtip yere vatkandık bilingenler, işenç qazanış qadamını əmelileştirmekte. Ularning yerivatgan işi emas, ularning kimlikleriga diqqat qilinglar qarindoshlar. Yangi chiqqanlarmi? Siyosiy sabab bilan Xitoyning turmusida yotganlarmi? Xitoy qatlam boshlagan yillardan keyin chiqqanmi? Bugun yurishtirayotgan ishlarining aqsida qanday kuchlar bor? Chunki aqalli bir namoyish chiqish uchunmi pul sarf qilishga to'g'ri keladi qarindoshlar. Bir lozunka, bir bayrak, bir narsa bastırış için. Şuna bazı çoğun işlerinin iqtisadi arka görünüşlerine dikkat kılınış gerek. İstihbaratının yip uçı izdeştiki bir usulü en evvel qarab çıkıdığını, birinci olap qarab çıkıdığını nime? Gumallık obyektlarının iqtisadi avali. Banki hesabıdaki zapsi, iqtisatның kelish manbasi, maaşı, mirasxo'rlik ahvoli, qiladigan tijarati yoki qatorliqlar. Andan bu shaxsning pul sarf qilish ahvoli, ya'ni aqlga uyg'un va javob bergili bo'ladigan kirim manbasiga yarasha chiqim qilamdi yoki chiqim qilish ahvoli izohlig'ili bo'lmaydigan turdimi? Kirimit kötürelmegidek derecede kımmet üyü var mı? Kımmet maşinisi var mı? Bedxaç, haşametçi mi? Qatarlıklar tuncu qılıp tekşirildiğen türlerdir. Yakından beri bazı berip girişler baş buluyordu. Bulağı əstaydılıraq muamele qılaylı. Taraftarlarımız biri bolsa onun gumallık qılmışığı köz yumup aqlamçılık qılmaylı. Nefretke nişan qılaylı. Bundaq işlerini nayt asan kömüp taşlap unutuldurib yetadigan ustuluqlarımı var. Bu men ne çıqetim dedim. 2018'de atanız kelip ketkenler oldu. Uyghur Qurultayının ki kaptavaşlarından birisinin. Onu birisi torda paş qıldı. O xabarga chiqim diqqat qilmadi, yo'qolib ketdi. Hech kimning diqqati qo'zg'almadi. Bu cemaatning diqqatini boshqa yoqqa burab ketganligi uchun aniga diqqat qilinmadi. Bununla yol vermeslik için bundaq uçurlarını tekrar oturga çıkırış arqılı xatirlarga çoğunqur oruntuş lazım. Eniq münafıqlık alametlerini tekrar tilgeliş, tekrar mülayiz oturuq qo'yish, cemaat fikrini qaratish, xalqni diqqatga undab turishdir. Bundaq ishlar qarta düşmanning taqobil mexanizmi birdilla bek millatchi bo'lib bilib, shuningdan ko'ra Xitoyni tillayli deydigan konu mallarga gol olmaslik gerek. 100 Xitoydan bir munofiqning zarari cho'ngroq bo'ladiganligini unutib qolmayli.
Qarindoshlar, istixbarat biz tasavvur qilolmaydigan narsalarni o'ylab topadi. Eng chechen odamlarmi bir istixbaratchining qanday o'ylaydiganligini bilib bo'lolmaydi. Agar unda bo'lmasa, uni istixbarat degilim bo'lmaydi. Shuning uchun shunda olsun. Bek golchamg'udek olmayli. Shundaqla qarindoshlar o'zining ta'rifini jiddiy ko'zdan kechirib chiqishi. Qaysi tarafda turibman, to'g'ri tarafda turibamdim deganni jiddiy ko'zdan kechirib chiqishi, to'g'ri tarafda turishlari kerak. Bo'lmasa tarixdagi pushaymonlarimiz takrorlandi. Echinishli shuki, emdiki pushaymon oxirgisi bo'lib qoladi. Qarindoshlar, bugun mushaqcha gaplashib turayli. Keyingi hafta Allah nasib qilsa yana ko'rishamiz. Allah hammanglarni aman qilsin.